Assalomu alaykum hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Biz ayni paytda Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qiyat Sarton MFSida turibmiz. Bir bemorimiz bor ekan. Yoshroq, sog'lom odam bo'lish kerak ekanda qisqasi donor. O'zimizga o'xshagan do'stlarimizni onasida jigar sirrozi xastaligi aniqlanibdi. Shunga zudlik bilan Hindistonga borib operatsiya qilinish kerak ekan. Qachonga reja qilyapsizlar o'zi borishga? Qancha pul ketar ekan? $35,000 kerak deyapti-da. $35,000. O'zi qanchani aniqlandi bag'i? Qachon yotib qoldi o'zi bunaqa yotadigan holatga? U anchadan beri davolanib yurardi-da o'zi. Ancha yildan beri. Yillar davomida bo'ldi endi bu. Donor bor-a hozir? Xudo xolasa. Donor qoni to'g'ri kelsa, endi ikkita o'g'lim bor, aytdim-ku. Qaysi biri to'g'ri kelsa, o'zbekchasiga jigar ko'chirib o'tkazish. Jigar ko'chirib o'tkazish. Do'stlar, ayni paytda onamizni farzandlari uyma yurib bo'lsa ham mahallalardan imkonsizlikdan o'sha operatsiya uchun pul yig'ib yurishibdi. Bizga ham telefon qilishdi, darrov yetib keldik. Kimga imkoniyati bo'lsa, joyi o'rtoqlar. Savob ishlab olishdi joyi. Eng kamida videoga like bosib, o'sha boy tanishlarimiz bor, do'stlarimiz bor, savob ilinjida yurgan insonlar bor, o'shalarga yuborib qo'yamiz. Bemorni o'zini, onamiz o'zini karta raqamlari bor ekan, o'shalarni qo'yamiz. Ism familiyangiz nima edi? Hasan va Gulnoz chiqargan kartalaridagi ism familiya. Hammadan Alloh rozi bo'lsin.